Hozirgi zamonda nimaga ajrashish ko'p? Mana savol sizlarga, nimaga ko'p ajrashish? Chunki pul yo'q hozir. Kelin uyda o'tiradi ertalabdan kechgacha, bog'chaga boradi, maktabga boradi, bolalarni keladimi, qaynota qaynona uydan faqat er ishlaydi. Qaynona kelinni pinjiziga olib o'tirmasdan ishlating. Aroma universalda bunaqa zakaz qildim, ko'rasizlar ham zo'r ekan. Aroma universalda salfetkalar va shichiklari dahshat. Ishlasin, ko'chalarga chiqaring, dunyo ko'rsin, o'rtoq o'tirsin. Bu kelin bechara faqat siz ishingizni qilib o'tirmaydi uyda. To'g'rimi gapim? Ishlasin, pul topsin, u ham ko'chalarni ko'rsin, o'rtoq orttirsin. Axir negr emas-ku, qul emas-ku kelinimiz ham. Ishlasin, bunda qo'shilsin bitta yarim tilaga deymanman. Faqat endi bu juvonman, bu qo'rqa kelinni hech qayerga ishonmasa, ko'chaga ham chiqarmasa, faqat bog'chaga borasan, bog'chadan kelasan, bir haftada 15 kunda uyingga bitta borib kelasan bo'ldi. Qolgan kun kurgunasi to'tishni uyda ertalabdan kechgacha ish qilgan, ovqat qilgan, kir yuvgan, hammasini qilganmi? Bu ham anaqa emas, temir emas-ku, kelin ham Robert emas-ku. Ishlatinglar, ozgina bo'lsa ham ishlasin, kelinlar o'rtoqlar. Erlar, muncha qizg'anasiz, xotiningizni birov yeb qo'yarmidi, o'ziga to'g'ri bo'lsa bo'ldi-da. Qursin sizni. Ishlash kerak. Menga qolsa kelinlar ishlasin, ko'chalarni ko'rsin, aylansin, o'rtoqlar orttirsin. Qachongacha cho'rt bo'ladi bu kelinlar, qachongacha bo'ladi? Kecha Aroma Universal degan gruppadan bunaqa ko'pirtiradiganlar oldim-da. Voy, vannani to'ldirib shunaqa maza qilib cho'milaman deb to'ldirib ko'pirib. Yana oldimga nevaralarim tushyapti. Aroma Universaldan kecha kasb qildim. O'shaning uchun aytaman-da, faqat kelin olib o'tirmasdan, asabini buzmasdan ishlatinglar. Hurmatli erkaklar, xotininglar birov yeb qo'ymaydi, salim ishlasin. Qatta bo'lsa ham ishlasin, ishlagisi keladi kelinlarni ham. Nimaga ishlagisi kelmas ekan? Ertalabdan kechgacha olib o'tirib nima qilasiz? Diskursin siz ham, u ham birovni bolasi. Faqat siz ishingizni qilish kerakmi? Onajonasi deb paxta qo'yib ishlating ozgina. Xo'p, salim. Lekin afsuslanasiz. Qariyaningizning yoningizga kiradi shu xotiningiz. Ota-ona o'tib ketadi, baribir bola chaqa qiladi. Kelin yoningizda qoladi xotiningiz. Yaxshi ham shu paytda hunar o'rgangan ekansan, xotin deysizki. Assalom, Aroma Universaldan mana qiziq salfetkalar olinglar, xo'p, assalom. Sizlarni sevaman.